Endilikda yangi platforma ishlab chiqildi, Cloud Cabinet degan. Litsenziya uchun sizlar bizning ekspertlarga chiqishingiz ham shart emas. Marhamat, o'zingizlarni o'zingizlar aksent qilavering. Siz borib EKG o'tmoqchisiz yoki laboratoriya qon topshirmoqchisiz, ular apparati oxirgi marta kalibrovkadan o'tgan. Ya'ni o'sha ko'rsatadigan, chiqarib beradigan natijasi siz ishonsangiz bo'ladi. Uchrashuvda bizlar ya'ni xususiy klinikalarga litsenziyalash va akkreditatsiyalashni qonun qoidalari, yo'l yo'riqlari to'g'risida va bu sohadagi bo'layotgan zamonaviy talablar va o'zgarishlar to'g'risida to'liq ma'lumot berishdi. Kelgusida istiqbolli bir loyihalar amalga oshirish rejalari ham paydo bo'ldi. Xususiy tibbiyot muassasasi ham birinchi prioritetda aholini davolashga, sifatli xizmat, tibbiy xizmat ko'rsatishga qaratilgan faoliyat qiladi.